Minecraftda sizga kerak bo'ladigan 4 ta cheat. Qani ketdik. Do'stlar, to'g'ri eshitdingiz. Bu mod emas, bu cheat. Cheatlarni Minecraftning o'zida ham qilsak bo'ladi. Misol uchun sizlarga hozir birinchi cheatimizni ko'rsatib o'taman. Do'stlar, bu cheatimiz jon ko'paytiradigan cheat bo'ladi. Do'stlar, uning uchun albatta chatga kirib turib, do'stlar, mana buni yozamiz. Mana bundan qo'yamiz va effect, mana effect so'ng W bilan S, W bilan S dan keyin mana bunaqa qilib H E A L T H pastki chiziqcha keyin boost keyin 9999 ya'ni 4 ta 9 qilib qo'yaman va 255 bu degan 255 ta jonimiz bo'ladi do'stlar. Mana 1 2 3 mana ko'rdingizlar, mana hozir sizlarga ko'rsatamiz. Men kreativdaman. Mana jonni o'tiraman mana. Va qancha jonim bor do'stlar, mana ko'ryapsizlarmi? Mana bu jonlarga qarang. Sekin-astalik bilan to'labdi do'stlar. Yana bitta cheat va do'stlar, yana keyingi cheatimiz, ikkinchi cheatimiz bu, ya'ni regeneratsiya, jonni tez so'ldiradigan cheatimiz. Effect deb yozamiz buni ham. Keyin mana kichikcha bilan S, keyin regeneration deb yozamiz. Regeneration. Mana o'zi chiqdi. Regeneration. Keyin 4 ta 9 1 2 3 4 4 ta bo'ldim da. Endi buni ham 255 qilib qo'yamiz va hozir regeneratsiyamiz oshadi. Mana do'stlar, regeneratsiya jonimiz juda ham tez to'layapti. Mana ko'rishingiz mumkin, bir ham o'lmasmiz endi. Mana juda ham tezlikda to'layapti do'stlar jonimiz. Mana hozir yana bitta, bu 3-cheatimiz do'stlar, balandga sakrash. Buni ham do'stlar albatta mana bunaqa qilib boshida effect deb yozamiz, keyin joy qoldirib turib kichikcha bilan S, keyin jump deb yozamiz. Jump degan sakrash, jump pastki chiziqcha keyin boost. Mana keyin boost, keyin yana 4 ta 9 1 2 3 4 keyin do'stlar, buni o'zi sakrashni qaranglar, 25 qilsak ham вообще uchib ketamiz. Shuna mana 25 qilib qo'ydim. Hozir уже 255 qilsam вообще mana ko'rmay qoladi. Chunki 25 qildik. Mana sakrash kuchi mana do'stlar, mana bu sakrashga qarasangizlar, mana bir deganda вообще bir 100 tacha blokka sakrab yuboribman o'zi 25 ta. Mana jonim ham вообще ketmayapti. Chunki men o'lmasman. Jonimga qaranglar. Xo'p, endi 4-chi va oxirgi cheatimiz tez yugurish bo'ladi do'stlar. Mana buni ham effect deb yozamiz. Keyin yana kichikcha bilan S, keyin speed deb yozamiz. S P I I D. Speed deganda eshicho, yesicho yutib bermas. Mana shuni kesib tashlash kerak bor. Yeshicho'mish. Gapga qaranglar. Bo'ldi, mana speed 4 ta 9 so'ng 55. Bunda ham juda ham tez yuguramiz. Men voy, ko'r bo'lib qoldim-ku. Voy, mana buni qaranglar. Nechta blok ko'rinyapman hozir. Voy. Qalle, yaxmallaymi? Voy, sekin o'zing bos. Xullas, mana do'stlar, tezlikni ko'ryapsiz. Ham sakrayman, ham tez yuguraman. Men hozir uchib ketaman. Menga endi flash ham yeta olmaydi. Tezlik degan kino olib yuborsa bo'ladi, shu yerda bor-ku. Mana bunaqa qilib yugursak, usi pusi ko'rinyapman do'stlar. Usi pusi. Lekin tezkorman men. Tukun düşdüm. Mana endi hozir bilan yana bitta cheat maylislarga mana aksiya 1+1 emas 4+1. Mayli hazillashni bo'lsam, mana bu yerga kirib boyagidek qilib, lekin bu yerda shunchaki kill deb yozib qo'ysak, o'zimiz birdan o'lib qolamiz. Bunaqa jon bilan o'lish imkonsiz do'stlar.
ikimiz o'lib qolamiz. Mana. Tak. Xo'p, do'stlar, agar bu video sizlarga yoqqan bo'lsa, albatta videoga like bosib, kommentariy yozib, obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Yana shunaqa eksperimentlar qilib turaymi? Albatta kommentariyada o'z fikringizni qoldiring. Hammaga xayr do'stlar. Video yoqqan bo'lsa, albatta videoga like bosib va kanalga obuna bo'lishni unutmanglar. Kanalga obuna bo'lmagan nega?